Lekin do'stlar, qaraysizlar, Hormiylar qanaqa o'yin ko'rdinglar? Ko'ringlar bunaqa. Buni o'yinni ko'rmasanglar bo'lmaydi. Ko'ryapsizlar, bu Holand hisobni ochayotgan vaziyat. Zarba gol! Hisobni tenglashtirgan vaziyatda esa Degbuning qochib ketdi va birga bir zarba ustun va zarba gol! Bu yerda esa qizil kartochka olgan vaziyat. Van Dayk qo'pollik ishlatdi va qizil kartochka oldi. Ular 94-95 dan ko'p edi ularning foizlari, ya'ni kuchli edi ular. Rossiylar qochib ketishini va bu yerda Holand qizil kartochka olgan vaziyat. Mana bu yerda esa zarba beryapti. Nihoyat o'yinning 70-daqiqasi zarba darvozabon o'z joyida. Mana bu yerda Batista qochib ketyapti. Voy Yerramas qochib ketdi. Voy qochib ketdi. To's gol. Ming afsuskina gol bo'lib ketdi. Messi va Kenchda. Messi, Holand, Ken zarba gol. Messi to'pni qo'ysan, malades. Kenga ber. Holand, Ken zarba gol. Bunaqa o'yin 100 yilda bir marta bo'ladi do'stlar. Menga obuna bo'lishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar va bunaqa o'yinlarni kuzatishda davom etinglar va sog' bo'ling, omon bo'linglar. Omad sizlarni va bizlarni tark etmasin.